Уже jonimga tep ketdinglar. Yashashga qo'yasizlarmi? O'lmadinglar, qutulmadimman. Voy. Ovqat ham olib kela qolmaydi, kelin. Kelin, ovqat olib kela qoling, sillam qurib ketdi-ku. Namuncha ovqat yeyurasizlar. Bir kunda 10 mahal to'yasizlarmi o'zi? Kelin, buni 3 kun burun qilyapsiz-ku. O'g'lim har kuni pravda qilib kelyapti. Voy, qo'yganni yeyavering. Voy, tushunmadim. Yana qirtiq qo'yibdilarmi? Adajon. Adajon? Ha, chaqirdingmi qizim? Yana qirtiq deysizmi? Ha, yuvmoqchi bo'ldim-da qizim. Uyimga kelib sizni kir yuvadi bo'lib kelmagan buni. Bashi tiqmang kir mashinamga kir. Jonimga tep ketman, malay topolganmisizlar. Sizlar nima balo? Tavba qildim. Vannaga kirsa umuman oyoq bosib bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Hali siz stres, hali oyjon kirib, to'g'rat olasizlarmi? Suq tashapsizlar shunda. Kir mashinaga qaytib ko'rmang, kirib tiqqaningizni. Tushundingizmi? Qo'lingizda yuving kiringizni. Yo'q, kamprit ketsangiz yuvib beradi. Уже jonimga tep ketdinglar. Yashashga qo'yasizlarmi? O'lmadinglar, qutulmadinglar. Вообще jonimga qaqqa qilsa aralashib yurasizlar. Tavba qildim. Tushunmadim. Opajon, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Nima qilganingiz? Nima qilman? Keling, Sizga qanaqa muomala qilyapsiz? Siz nimaga indamayapsiz? Bering, o'zim yuvib beraman hozir. Sen meni ota-onamga qanaqa kun ko'rsatyapsan? Hozir sen meni adamga nima deding? Adajon, nima dedim? Ada, nimaga shunaqa qiynalayotganingizni menga aytmaysiz? Men senga ota-onamni xorlatib qo'ymayman, tushundingmi meni? Yo'q, opajon, Adajon o'tirib turinglar, men choy damlab kelay hozir. Maraz. Ada, nimaga bunga bunaqa yo'l qo'yib berdingiz? Nimaga chidayapsiz bunga? O'tir qizim, o'tir. Gaplashamiz, o'tir. Sizga qanaqa muomala qilyapti bu? Qizim, bilib-bilmay hayotimizga aralashmagin qizim. Endi o'zimiz ham onam bilan qarib, ancha bo'lib qoldi shekilli. Ada, nima bo'lganda ham sizga bunaqa qilishga haqqi yo'q. O'zimizda ham ayb bor. Mayli, Alloh bor bu keliningizga ham. Oyim qani, Ada? Shu yerda qara chaqir oyini. Oyi? Mayli, men oyimni olib kiray. Oyi. Hayot shunaqa bo'lar ekan. Yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, Baraka rahmat. toping, kelin. Qizim, o'rganma, shirin ovqatlar qilib beradi bizga iloyim. Ya. O'zi shirin bo'libdi qizim. Qo'llarda ko'rmasin. Ovqat. Onasi bitta choy duo qilib qo'ygan keliningni. Ha. Voy, baxtli bo'linglar qizim. Qo'sha qaranglar o'g'lim bilan. Iloyim kelajakda o'zingizga ham xuddi o'zingizga o'xshagan kelinlar uchishsin ilohim. Ha? Dadasi nima deysiz? Iloyim. Ilohi amin. Allohu Allohu akbar.